Assalomu alaykum. Bananlarimiz birin-ketin pishishni boshladi. Buni kimdir korolevskiy deydi, kimdir karlikoy banan deydi. Xullas, mana 10 sonlicha chiqib ketyapti uzilib, mana. Po'stlog'ini ham artilishlari zo'r. Xuddi shopsolni po'stada yupqagina artilyapti. Keyin mayinligi yoqdi menga. Juda mayin, bismillah. Og'zi erib ketadi. Shahona tamsi ham bo'ladi. O'shanga kim buni ekmoqchi bo'lsa, bu xichamligi bilan xonaki gullaringizni oldida mana masalan tuyini olib ekib qo'ysangiz, xonaki gullaringiz bilan birga turishi ham mumkin. Qish kunlarida-chi katta chiroyli bunaqa baylari bilan yozni bir bo'ligini uyingizda saqlab turadi-da. Nasib qilsa, keyin hosilidan ham bahramand bo'lasiz. Ekinglar va hosildan bahramand bo'linglar.